Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana 19 bepul darsimizni hozir video darsini olamiz. Mavzuyimiz uchburchak. Uchburchakka hozir kiramiz va uni turlari, elementlari, perimetri, balandlik, o'rta chizig'i bular bilan tanishamiz va mana shu uchburchakka oid bo'lgan Pifagor teoremasini o'rganamiz. To'rtburchakli uchburchakka nisbatan undan keyin sinuslar teoremasi, kosinuslar teoremasi bilan tanishib, uchburchakni yuzini topish formulalari va usullarini ko'rib chiqamiz demak. Hop, uchburchak mana uchburchak deb o'zi nimaga aytiladi? Ta'rifini aytadigan bo'lsam, tekislikda uchta har uchtasi to'g'ri chizmayapman. Bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan uchta nuqta yotibdi va mana shu nuqtalarni tutashtirishdan hosil bo'lgan shaklga uchburchak deyiladi. Ya'ni uchta nuqtasi turibdi. Buni C deb belgilasak, mana ABC uchburchak hosil bo'ladi. Va mana tomonlarning uzunligi ABC va ichki burchaklari alfa, beta, gamma ekan. Uchburchakni ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus. Bu Evklid geometriyasida. Biz ko'radigan Evklid geometriyasida, lekin aslida geometriyaning ham turlari bor. Masalan, Lobachevskiy geometriyasi bor. Unda uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus emas. Unda holatlar boshqacharoq bo'ladi. Lekin biz maktab darsligida o'rganadigan va ko'p ishlatadigan geometriyada uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Va biz uchburchakni tomonlarga ko'ra, burchaklarga ko'ra turlarga ajratishimiz mumkin. Birinchi hozir tomonga ko'ra necha turga bo'linadi, shuni ko'rib chiqamiz. Tomonga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Turli tomonli, teng tomonli, teng yonli. Xo'p, birinchi bo'lib turli tomonlikni ko'rsak, bunda hamma tomonlarning uzunligi turlicha bo'ladi. Mana A, B, C desak, bu yerda A teng emas Bga, bu ham teng emas Cga. Turlicha sonlar bo'ladi. Tomonlar uzunligi har xil, bir xil emas. Va keyingisi mana teng yonli burchak. O'z nomidan aytib turibdi, teng meni yon tomonlarim teng deb, ya'ni ikkita tomoni teng bo'lsa, bu teng yonli uchburchak bo'ladi. Mana bu A ikkita tomoni va keyingisi B. Teng yonli uchburchakni eslab qolamiz. Burchaklari mana bu asosiga yopishgan burchaklari teng bo'ladi. Bu ham alfa, bu ham alfa va qolgan xossalarni keyin gaplashamiz. Mana balandlik, bisektrisa, shularning xossalari bor teng yonli uchun. Ularni keyin gaplashamiz. Birinchi balandlik nima, bisektrisa nimaligini ham gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Demak, teng yonli uchburchakni, demak, asosidagi burchaklari, asosiga yopishgan burchaklari teng bo'lishini gaplashdik. Hop, uchinchi turi qaysi desak, teng tomonli uchburchak, ya'ni hamma tomoni teng va buni biz muntazam uchburchak ham deb ataymiz. Muntazam uchburchakni hamma tomoni teng bo'ladi, hamma tomoni teng va burchaklari ham teng bo'ladi. Demak, o'zi 3 ta burchagini alfa desak, 3 ta burchagini yig'indisi 3 alfa bo'ladi va 180 gradusga teng. Bundan alfani topsak 60 gradusga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, muntazam uchburchakni hamma tomonlari teng va ichki burchaklari ham teng. Va ichki burchaklari 60 gradus ekan har bitta ichki burchak. Endi burchagi tomoniga ko'ra turlarini ko'rib chiqdim. Endi burchagiga ko'ra turlarga ajrataman uchburchakni. Xo'p. Birinchi bo'lib o'tkir burchakli uchburchakka kelamiz. Hamma burchaklari, mana shu uchala burchagi ham, ichki burchagi ham 90 gradusdan kichkina bo'lsa, ya'ni o'tkir burchak bo'lsa, bu uchburchakni o'tkir burchakli uchburchak deb atar ekanman. Bu yerda alfa, beta, gamma mana shularning uchalasi ham o'tkir burchakli uchburchak. O'tkir burchak degani mana burchakni gradus o'lchovi 90 gradusdan kichkina degan. Masalan, 60 bo'lishi mumkin, 75 bo'lishi mumkin. Xullasi 90 gradusdan kichkina. Endi keyingisi
to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak bu bitta burchagi 90 gradus bo'ldi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak deyiladi. Va uni mana to'g'ri burchakka yopishgan bir tomonlari katetlari deb ataladi va to'g'ri burchak qarshisidagi tomoni esa gipotenuza. Mana S gipotenuza, A va B esa bu yerda katetlar deb ataladi. Mana bu burchaklari, demak, bunisi 90 gradus bo'lsa, bu alfa, keyingi burchak esa 90 minus alfa bo'ladi. Chunki ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Va shundayki, shunday teorema bor. 30 gradus qarshisidagi tomon ya'ni 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng degan xossamiz ham bor. To'g'ri burchakli uchburchakda bu teorema. Demak, agar to'g'ri burchakli uchburchakni bir burchagi 30 gradus bo'lsa, mana shu burchak qarshisidagi tomoni gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Keyingisi endi o'tmas burchakli uchburchak. Bitta burchagi shu o'tmas burchak bo'lsa, bo'ldi, bu o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Ya'ni burchagi 90 gradusdan katta. Yoyiq burchakdagi kichkina 90 gradusdan katta. Bu o'tmas burchak degan. Va shu o'tmas burchak bor bo'lgan, o'tmas burchakka ega bo'lgan uchburchak o'tmas burchakli uchburchak deyiladi. Va e'tibor beramiz, uchburchakda mana eng katta burchak qarshisida yotgan tomon eng katta tomon hisoblanadi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. Eng kichik burchak qarshisidagi tomon kichkina tomon hisoblanadi, eng kichigi bo'ladi. Xo'p, endi turlarini ko'rib chiqdik uchburchakni. Va endi keyingi tushunchalarga o'tamiz. Perimetr tushunchasi. Perimetr degani bitta uchburchakda emas, to'rtburchakda ham, boshqa shakllarda ham. Perimetr degani shu shaklni, geometrik shaklni tomonlar uzunliklari yig'indisi degani shu perimetr hisoblanadi. Endi uchburchakda shu uchala tomonini yig'indisini olsak, bu uchburchakning perimetrini beradi. Ya'ni uni P deb belgilaymiz va u A qo'shilgan B qo'shilgan C ga teng. Agar uchburchakning tomonlari A, B, C bo'lsa. Yana bizda yarim perimetr degan tushuncha ham bor. Buni kichkina P bilan belgilaymiz. Perimetrdan farqli ravishda. U shu tomonlarning yig'indisini yarimga teng, ya'ni perimetri yarim. O'z nomidan ham yarim perimetr deb turibdi. Buni Geron formulasida foydalanamiz bundan uchburchakning ustini topayotganda. Yarim perimetr desa yana nima ekan deb o'ylamanglar. Yarim perimetr uchburchakni yoki boshqa qanaqadir geometrik shakl bo'lsa ham uni perimetrini yarmi bo'ladi. Xo'p, endi yuzani alohida gaplashamiz. Yuza mana shu uchburchak tekisligida egallab turgan soha bu uni yuzasi bo'ladi. Mediana nima? Mediana uchburchakni bir uchidan chiqib, qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'luvchi kesma. Teng ikkiga bo'ladi. Mana, masalan, A, B, C deb belgilab olsam, A tomonidan chiqqan A uchidan chiqadida, mana bu BC tomoni teng o'rtasi, mana buni D desam, mana teng ikkiga bo'ladi. Mana shu D nuqtadan A gacha bo'lgan masofa, ya'ni mana shu AD kesma bu yerda mediana bo'ladi. A burchakdan chiqqan mediana. Demak, mediana o'zi burchakdan chiqib, o'sha burchak qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'lar ekan. Keyingisi endi bissektrisa. O'zi chiqqan burchakni teng ikkiga bo'ladi. Demak, mana bu yerda mana A, B, C deb belgilab oldim uchburchakning uchlarini. Mana shu A burchakdan chiquvchi mana va qarshisidagi tomon shu uch bilan qarshisidagi tomonni tutashtirib turuvchi va o'zi chiqqan burchak teng ikkiga bo'luvchi, mana alfa taqsim 2 bo'ladi. Teng ikkiga bo'luvchi
kesma bu bissektrisa bo'ladi. Burchakni teng ikkiga bo'ladi. Balandlikchi, balandlik qarshisidagi tomonga perpendikulyar bo'ladi. Endi mana bu A, B, C desam, mana bu B, D bo'lsa, mana shu B, D, A, C'ga perpendikulyar bo'ladi. Mana bu yerda qarshisidagi tomonga nisbatan 90 gradusli burchak tashkil qiladi. Bu yerda B, D balandlik. Va mana balandlik, mediana, bissektrisani o'rtasidagi bog'liqlik. Teng yonli uchburchakda balandlik asosga tushirilgan balandlik mediana vazifasini ham bajaradi. Va balandlik bilan mediana bitta bo'ladi. Muntazam uchburchakda ham xuddi shunaqa, chunki hamma tomoni teng-ku. Shuni hisobiga Hop. Endi o'rta chiziq tushunchasi. O'rta chiziq nima desa, o'rta chiziq bu uchburchakni mana asosiga parallel bo'lib, mana ikkita tomonni, ikkita yonyoqni o'rtalarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq. Bu o'rta chiziq deyiladi. Mana o'z nomidan aytib turibdi. Mana uchburchakning ikkita tomonini o'rtalarini tutashtiradi va mana u asosga parallel bo'ladi va shu asosini yarmiga teng bo'ladi. O'rta chizig'imiz demak. Endi to'g'riburchakli uchburchak haqida batafsil gaplashadigan bo'lsak, bu yerda boshida aytib o'tgandek A va B katetlar, C esa gipotenuza. Va Xo'p, pastga ham yozgan ekanman o'zi uchburchakni, to'g'riburchakli uchburchakni asosiy xossalari. Aytib o'tadigan bo'lsam, mana uchburchakni bir burchagi 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, o'tkir burchaklardan biri shu burchak qarshisidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Hop, va keyingi teoremamiz Pifagor teoremasi. Judayam mashhur, judayam mashhur bir qancha isbotlari bor bo'lgan teorema Pifagor teoremasi. Bu qanday teorema? Bu gipotenuza va katetlar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Bu bog'liqlik qanday desangiz, to'g'ri burchakli uchburchakni katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat barobar c kvadratiga mana uchburchakka ko'ra. Xo'sh, buni yaxshilab yodlab qolamiz, esdan chiqarmaymiz. Judayam kerak bo'ladi bu to'g'ri burchakli uchburchak va Pifagor teoremasi. Keyingi 4-chi rejamizga keldik. 4-chi rejamizda nimalarni o'rganamiz? Sinus va kosinus teoremalarini. Xo'p, bular qanaqa teoremalar? Uchburchakni A, B, C tomonlari berilgan bo'lsin. A, B, C tomonlari. Xo'p, va A tomon qarshisidagi burchak alfa, B tomon qarshisidagi burchak beta, C tomon qarshisidagi burchak gamma bo'lsin. U holda sinuslar teoremasi aytadiki, A taqsim sinus alfa barobar B taqsim sinus beta barobar C taqsim sinus gammaga teng. Mana shu tenglik o'rinli va bu ham 2R ga teng. Bu yerda R nima? Mana shu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi. Ya'ni tomonni shu tomon qarshisidagi burchak sinusiga nisbatlari teng. Hamma tomon uchun teng. Va bu uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusining ikkilanganiga teng. Sinuslar teoremasi mana shundan iborat. Endi bularni tushunish uchun, bularni ishlash uchun sizda sinus, kosinus haqida eng basic tushunchalar, eng asosiy bazaviy tushunchalar ham bo'lishi kerak. Lekin biz 20 kunlik darslarimiz ichida bu trigonometriyani o'tishga ulgurganimiz yo'q.
Chunki bu 20 kun judayam qisqa, matematikani ichiga kirib borish uchun, lekin shunga ham harakat qildim. Eng asosiy tushunchalarni aytib, tushuntirib berishga. Endi kosinuslar teoremasi ham bor bizda. Bu qaysi teorema desangiz, shunday Xo'p, A, B, C tomonlar va alfa, beta, gamma burchaklari berilgan. U holda aytiladiki, mana bu A tomonning kvadrati barobar B kvadrat plus C kvadrat minus 2BC ko'paygan kosinus alfaga. Ya'ni sizdan uchburchakning ikkita tomoni va shu ikkita tomon o'rtasidagi burchak berilib, uchinchi tomon so'raladigan bo'lsa, aynan mana shu kosinuslar teoremasidan foydalanib mana shu tomonni topishingiz mumkin. Xo'p, demak, uchburchakdagi eng asosiy tushunchalarimiz shulardan iborat edi va mana beshinchisi endi uchburchakning yuzi. Bu uchburchakning yuzi bu tekislikda mana shu tomonlar bilan mana shu qancha sohani egallab turibdi. Mana shu savolga javob bo'ladi. Endi uchburchakning yuzasini topishni bir qancha usullari bor. Birinchi bo'lib mana Geron formulasi haqida gaplashamiz. Geron formulasi aytadiki, uchburchakning yuzi iltizosida yarim perimetr ko'paygan yarim perimetrdan shu tomonlarni ayirib, ularni ko'paytirganimizga teng. Ya'ni iltizosida P ko'paygan P minus A ko'paygan P minus B ko'paygan P minus C ga teng. Bu yerda P yuqorida aytib o'tgandek yarim perimetrga teng. Bu yerda bu formulani Geron formulasi deb ataymiz. Yoki yana bitta formulasi bor. Uchburchakni yana bitta emas, juda ham formulalar ko'p uchburchakni. Uchburchakning ikkita tomoni va uni o'rtasidagi burchakka ko'ra ham topishimiz mumkin. U holda mana shu ikkita tomon va ular o'rtasidagi burchakning sinusi taqsim 2 orqali endi uchburchakning yuzini topishimiz mumkin bu yerda. Bu yerda sizga kerak bo'lgan uni ikkita tomoni va uni o'rtasidagi burchakni o'lchovi. Yoki yana bir boshqa formula. Bu yerda uchburchak va unga uchburchakning tomoni va unga tushirilgan balandligi orqali kelib chiqadi. Shu uchburchakning tomoni va unga tushirilgan balandliklar ko'paytmasining yarmi ham bizga shu uchburchakning yuzasini beradi. Xo'p, eng asosiy formulalar shundan iborat edi. Yana bitta xo'p formula bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi katetlari ko'paytmasining yarmiga ham teng. Mana shu formula orqali ham topiladi. Uchburchak geometriyaning eng asosiy mavzulari, chunki juda ham ko'p misollar mana to'g'ri burchaklar bilan ishlaganda ham uchburchakka keltirib olib ishlanadi. Ayrim masalalar va juda ham ko'p qo'llaniladi. Judayam masalalarda, testlarda ko'p keladi bu mavzu. Shuning uchun darsni yaxshilab ko'rib, konspekt qilib olinglar. Savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar yoki admin komilaga yozinglar. Savollaringizga javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.